Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Quvvat tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq kompleksida turibmiz. Bekka tashrif buyurganimizning sababi bu yerdagi Quvvat tuman xalqiga shart-sharoitlarni ko'rsatish maqsadida tashrif buyurdik. Bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir sekin ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Mana Quvvat tumani xalqiga misol qanday yordamlar bo'lyapti, bemorlarga imtiyoz qanaqa, keyin shart-sharoitlar qanaqa, shu to'g'risida bizga jinday bo'lsa ham ma'lumot bersangiz. Bizda har xil bemorlar keladi tug'ruqxonaga. Birinchi o'rinda tuqqani kelganda davleniyasi ko'tarilib ketgan bemorlar keladi. Ular uchun alohida dori-darmonlarimiz bor yerda. Davleniyalarni tushirgani, undan keyin qon ketib, yo'ldosh oldin ko'chib qolib, atsluyka deyiladi. Yo'ldoshni barvaqt o'tishi, unda birinchi yordam ham dorilarimiz bor. Bu yerda sirazi yotkizamiz kasalni, o'zimiz ulaymiz, dori-darmonlarimiz bor, perchatkalarimiz bor, paxta spirtlarimiz, hamma yo'g'imiz bor. Birinchi yordam bera olamiz o'zimiz. Vrach chiqqungacha birinchi yordam doya beriladi. Biz xodimlar ko'proq bu ish paytimiz shu tug'ruqxonada o'tgani uchun vaqt kelsa uyda kirib olmaymiz. Bizga shu davlat tomonidan yangi kir mashina qo'yib berdi. Shu yerda kirlarimizni yuvamiz. Bu yerda dushxonalarimiz bor. Bu yerda yuvinib, keyin bemalol uyga ketamiz. Ariston qo'yilgan issiq suv, sovuq suvlarimiz bor. Sharoitlarimiz yaxshi. Kuzatuvchilar o'zlariga guvohlar bo'ldinglar. Endi bu yerga zallarga kirib xonalarga kirmadik, ayollar bo'lgan sababli. Chunki nima desam bo'ladi? Erkak kishimiz ayollarning oldiga o'zimizni jur'atimiz yetmadi. Endi hozir qolgan ekstremniy ham o'tib ko'ramiz, ertaga holatni ham tanishib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana yurtdoshlar, bemorlarning onalari, qarindosh-urug'larini suhbatga tortsa, kameraga tushdi xolamadi. Yaxshimi sharoitlar desam, Allohga shukr, yaxshi deyishyapti. O'shalar o'tirishibdi, kameraga to'sam qochishdi quvlar. Nimagaki qo'rqishdimi bilmayman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Quvvat tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli poliklinika rahbari Ahror akam Ergashevni oldida turibmiz. Ahror aka, bu yil 2025-yilda xalqimiz uchun qanday sharoitlar yaratildi? Assalomu alaykum. Rahmat shunchalik e'tibor uchun bizga. Biz tibbiyot birlashma xodimlari barchalarimiz hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan barcha qarorlarning ijrosi bo'yicha aholini 7 turdagi skrining bilan qoplab olganmiz, qamrab olganmiz. Natijada aholini orasida kasalliklarni erta aniqlab, ularni ro'yxatga olib, kasallik aniqlangan fuqarolarni tuman sharoitida, viloyat sharoitida, kerak bo'lsa respublika sharoitida yaxshiroq tashxislash maqsadida ularga alohida e'tibor qilib tibbiy ko'riklar tashkillanmoqda. Bundan tashqari poliklinikamizda mana kelayotgan murojaat bilan kelayotgan aholimizga qulayliklar yaratish uchun, aholini tirbandligini yo'qotish uchun, sifatli tibbiyotni ularga ko'rsatish uchun biz elektron poliklinikaga o'tish harakatlarini qilib boshlaganmiz. Hozirda mana xabarlarim bor. Yaqinda Open byudjetda ishtirok etib biz barcha ko'p tarmoqli markaziy poliklinika jamoamiz bilan birga shu Open byudjetda 1 milliard 370 million pul yutdik. Bu pul yutmadik. Bu pulda biz ro'yxat bilan, ya'ni poliklinikamizda 65 ta xonaga, 65 ta vrachimizga mana bu kompyuterlari, UZI apparati yangi, bitta xirurgический barcha bizda kerak bo'ladigan asbob anjomlar tibbiy. Undan tashqari aholiga dori-darmon bilan davolashni kamaytirish uchun, fizioterapiyani rivojlantirish uchun yangi zamonaviy fizioterapiya apparatlarini o'yinga biz ro'yxatga qo'yganmiz. Jamiki shu undan tashqari shu aholimizga shu narsa ko'rinib turish uchun
koridorlarga har 4 ta xonaga bittadan jami poliklinikamizga 3 etajga 12 dona smart televizorlardan, monitorlardan qo'yganmiz. Hammasini o'ynab yutdik. Tasdiqlandi bu. Endi mana shu kunlarda bizga mahsulotimizni, bizni apparatlarimizni olib kelib berish nimasida turibmiz hozir. Olib kelinib bizga berilsa, biz aholiga uydan turib onlayn tarzda navbat olib shu murojaatiga, tor doiradagi soha mutaxassisigami yoki oilaviy shifokorigami, issiqda, yomg'irda, qorda yoki boshqada kelib bu yerda navbat kutish o'rniga onlayn tarzda uydan elektronlik bir yo'li kelib, o'zini kelganda shu monitorlarda navbati chiqib turganligini ko'rib, sifatli tibbiyotni ularga sifatli nimani olishga biz qulayliklar yaratmoqdamiz. Undan tashqari mana xabarlarim bor, kislorod bizda reanimatsiyalarda doimiy kislorod bilan nafas yo'llari kasalliklari yoki boshqa og'ir bemorlarimizda saturatsiyasi pasayib ketgan bemorlar doimiy kislorod bilan biz davolaymiz. Bu yerda oksigenatsiya terapiya, kislorod. Shuni natijasida buni ham open byudjetga qo'yib ishlab chiqarish texnologiyalarini yutdik. Endi biz buni shartnoma qilib boshqa tashkilotlardan pul sarflab kislorod olmaymizda, o'zimiz ishlab chiqarib butun shifoxonalarimizni kislorod bilan ta'minlaymiz. Kerak bo'lsa biz boshqa tashqaridagi tashkilotlarga shu kislorod bilan bog'liq bo'lgan sohadagi nimalarga shartnoma asosida biz bularga kislorod bilan ta'minlab sotishimiz ham mumkin. Undan tushgan pulni tibbiyotimizni byudjetini rivojlantirib, shu shifoxonalardagi bemorlar yotadigan sharoitlarda o'g'nashga, kamchiliklarda o'g'nab, chiroyli haligi bir shular kelib yaxshi sifatli tibbiy yordam olib ketadigan sharoitlarga harakat qilmoqdamiz. Yana hali rejalarimiz ko'p. Rejalarimizda juda ham bu aholiga qulaylik yaratish nimalari ko'p. Sekin-sekin, etap-etap hali hammalarini rozi qilishda, hammalarini xursand qilishda o'z hissalarimizni qo'shamiz. Mana chaqaloqlarimiz uchun nima tomonidan yangi apparaturalar keldi bizga. Chaqaloqlarimiz mana sovqatishni oldini oladi. Bu reanimatsion stol hamda ham isitish vazifasini bajaradi. Yana yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sovqatish, gipotermiyalar bo'lishi mumkin. Bechara tug'ilgan chaqaloqlarda nimalardan shu yana ham nima deydi? Qulayliklar bizga yaratildi mana. Mana kuzatuvchilar, qisqagina rolik tayyorladik. Endi bundan keyingi ishlarni xudo xolasa yana ko'rsatib o'tamiz. Endi yangi apparaturalar kelgan. Bu apparaturalar hali korobkasidan ochilmabdi. Mutaxassis o'rnatgandan keyin yana bir tashrif buyurib, xudo xolasa keyingi roliklarimizni kuzatib borasizlar.